Biznesingizni rivojlantirmoqchimisiz? KK5 chista biznes klassdagi mashina 2021-yil 93 ming probegida. Kraskalari top-toza, bemalol egalarini achuvchi xohlagan ustangizga olib borib tekshirtirasiz bo'laveradi. Mashinaga tonirovka ruxsatnomalarigacha olib qo'yilgan, mashina benzinda ekan akalar, yumshoq balolargacha taqib qo'yilgan ekan. Bilasizlar, KK5larni tarixi 2000-yillarga borib taqaladi, lekin rasman KK5lar 2019-yildan o'zini brend sifatida yoritishni boshlagan. KK5 tarixidagi qaysi modellar kiradi, kommentariyada qoldirib qo'ying. Mashinamiz 5 kulchov dasturlari bor, elektropaket o'rindiqlar bor, panorama lyuklari bor. Eng full pozitsiyalardan bitta oldingisi, 6-pozitsiya dedilar egalari. Mashinamizda iqlim nazorati bor. Uzatmalar qutisi avtomat, bilasizlar, multirol, cruise control, climate control hammasi bor. O'rindiqlarning isitish tizimigacha bor. 12 voltli zaryadnilargacha mashinada mavjud. Akustika tizimi ham juda ham chiroyli ishlangan. KK5 bilasizlar, premium klassik avtomobil hisoblanadi. Bu mashinamizni narxini egalari bilan talashib, tortishib, shokolad narxga, K5 unaqa narxda topish qiyinroq. 22.800 dollargacha tushirdik. Bunaqa K5larni o'tkazib olmaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, eng yaqin do'stlaringizga, K5 qidirib yurgan biznesmen o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying va yurakchani qizartirib qo'ying. Orqa tomonlarini ham ko'rsangiz, juda ham keng ishlanadi. KK5lar bilasizlar, orqa tomondagilar uchun alohida issiq sovutish tizimlarini o'rnatib qo'yilgan. 12 voltli zaryadnilargacha mavjud, pastakanliklar mavjud. Boshingiz ham bemalol tegmaydi. Orqa tomonlari ham ancha baland ishlangan. Mashinamizni salondagi o'rindiqlarning hammasini qarsangiz bo'lsa, ikki ko'jadan foydalanilgan. Bilasizlar, K5larning ba'zi versiyalari 1.6 litrli bo'ladi, 8 pog'onali avtomatik transmissiyaga ega. Apple CarPlay, Android tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi.